Hurmatli kuzatuvchilar, muhtaram azizlar, bugun sizlar bilan nasib bo'lsa nahvni arab tili grammatikasidagi nahv fanini, avvalambor nahv fani o'zi aslida keling nima degani bir chekkadan tushunamiz. Nahv o'zbek tilida sintaksis fani degani, balki nutqda sal ozgina xato qilardirman, balki so'zlarimizda ozgina nuqsonlik va qaysidir joylarda xatolik eshitarsiz. Iltimos qilardim bunaqa xatoliklarga ko'z yumishinglarni va darsda eng kerakli mazmunini o'zidan foydalanishinglarni, u yog'ini balki bir yolg'iz chiroyli maslahat berib, nasihat berib qo'ysanglar, mana bu so'zda bunaqa bo'lardi, mana bu so'zda bunaqa gapirish kerak edi deb men xursand bo'lardim. Lekin o'zi aslida darsdagi eng asosiy mazmunni va darsdagi eng asosiy narsani chiqarib berishga harakat qilaman. Ana o'sha yo'nalishga e'tibor bersanglar bo'ldi. Xo'p, nasib bo'lsa sizlar bilan bugun arab tilidagi aynan shu nahv fani, sintaksis fanini o'tib tushunamiz. Arab tillarida fanni, arab tili fanini o'zi juda ham bo'limlari ko'p. Bundan sarf ilmi bor, nahv ilmi bor, lug'at ilmi bor, undan tashqari uruz bor, she'r bor va shunga o'xshagan arab tilida taxminan 12 tacha ilm sanalgan. Bularning hammasi har biri juda ham katta, juda ham mukammal, keng miqyosdagi ilm hisoblanadi. Lekin bu narsalar bizga muhim emas. Bu narsalarni bu ilmlardan biz aynan nahv ilmi to'g'risida bugungi darsimizda ixtisoslashib, bugungi darsimizda tushunib yetamiz. U ham o'zi aslida gapdagi so'zni gapni o'rtasidagi o'rni to'g'risida tushuntirib beradi. Qaysi ma'noda? Misol uchun mana o'zbek tilida kelishish degan narsalarni o'tgansiz. Bosh kelishik, tushum kelishik, qaratqich kelishik yoki buni soddaroq tushuntiradigan bo'lsa, mana Muhammadning deysiz. Mana shu o'rinlarini sizga nahv ilmi batafsil tushuntirib beradigan ilm hisoblanadi. Va nasib bo'lsa bugun men sizlar bilan qo'ldan kelgancha eng kerakli, eng muhim nuqtalarini o'zini tushuntirib o'taman. U darajada chuqur ketmayman. Nahvni o'zi aslida arab tilida 3 ga bo'linadi. Nahvni bosqichlari nafaqat 3 ga, balki 4 ga bo'linadi. Xo'p, boshlang'ich nahv ilmi hisoblanadi va boshlang'ich nahvni ko'pchilik o'sha arab tilini o'rganayotganda o'tadi. Birli, ikkili, ko'pli, murskoy, jenskiy, yana shunga o'xshagan foil, noy foil, maf'ul bi, yana shunga o'xshagan bu boshlang'ich nahv ilmi hisoblanadi. Boshlang'ich nahvdan keyin o'rta bosqichdagi nahv ilmi bor. Bu albatta o'sha arab tilidan qaysidir bosqichlarni ko'rib o'qib o'rgangan va arab tilida minimum B1 urug'ida gapira oladigan talabalarga mo'ljallangan. Mana undan keyin professionallarning nahv kitobi va bu albatta faqatgina arabiy kitoblarda, bu urug'indagi o'zbek tilida kitob yo'q hali beri. O'sha professional nahv kitoblari va bu kitobga men eng chiroyli misol qilib bera olaman. O'sha Mulla Ali Jomi kitobi kirishi mumkin yoki undan tashqari o'sha Imom Sebaviy o'sha nahvdagi o'sha qadimiy davrdagi eng mashhur nahaviy, ya'ni nahv bilan shug'ullangan olim bo'lishi mumkin yoki undan tashqari boshqa ustozlar ham, boshqa insonlar ham bo'lgan. Undan keyin nahvdagi og'ir formatidagi kitoblar ham bor. Bu ham albatta hammasi o'sha arab shunoslardan, arab mutaxassislardan o'tilgan kitoblar va bu og'ir formasida nahvni sarfga, lug'atga va bir nechta fanga qo'shib turib o'rganiladigan, qo'shib turib tushuniladigan mavzu hisoblanadi. Xo'p, kelinglar mavzuyimizni to'g'ridan to'g'ri boshlab beramiz. Sizlarga eng kerakli darsimizdagi mazmunini o'zini tushuntirib o'tamiz. U darajada chuqur ketmaslikka harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha nahvni chala tushunganlarga yoki oxirigacha to'liq tushunmagan insonlarga yetkazishga harakat qilaylik. Xo'p, birinchi uchratda nahvni boshidan boshlaymiz. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim dedi. Albatta men aytadigan she'rim Alfiyat ibn Malik degan Imom ibn Malikka mingta bayt nahv ilmida yozgan she'ri. Balki bu narsani oranglarda kimdirlar bilar, balki bu narsani kimdirlar endi birinchi marta eshitayotgandir. Alfiyat ibn Malik to'g'risida alohida o'zingizlar qiziqinglar, lekin men bu she'rni, bu matnning ichidagi hamma narsani siz bilan ulashmayman, balki eng kerakli, eng yolu, eng chiroyli joylarini o'tamiz. Xo'p, Imom ibn Malik aytayapti, bu albatta 8-baytda keladi. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Ya'ni bizni so'zimiz foydali lafzdir deyapti.
Ya'ni bu foydali lafzlar. Ya'ni o'zi aslida kalam degani, so'z degani. Bu so'zni yana sharhlayapti. Lafzun mufid. Lafzun mufid. Nima degani mufid? Ya'ni foydasi bor. Qaysi ma'noda? Misol uchun men agar arab tilida fi desam, lafz o'zi aslida lafz degani og'izdan otilgan narsa degani. Otilgan narsani lafz deydi. Lafazo degan. Lafazo yalfizu fe'li bor. Endi lafz degani og'izdan chiqqan, og'izdan otilib chiqqan narsa. Endi mufidun so'zining ma'nosi, ya'ni foydali. Misol uchun fi so'zlari yoki ila so'zlari foydalimi? Yo'q. Misol uchun yazhabu so'zi foydalimi? Yo'q, chunki ma'nosi hali to'liq bo'lmadi. Foydali nimadir olmadingiz. Lekin sizga izhab desamchi, ya'ni bor desamchi, siz bu aynan shu gapdan mazmun tushundingiz. Gap sizga qaratilayotganini va siz buyruq olayotganingizni, siz qilishingiz kerakligini va nima ish qilishingiz kerakligini anglatdi bu narsa. Mana shuni kalamuna lafzun mufid dedi. Ya'ni foydali so'z dedi. Endi bu qismga bo'linadi. Ismun va fi'lun thumma harfun al-kalim. Endi 3 ga bo'linadi. Ism, fe'l va harf. Xo'p, endi bitta eslatma bor, bitta qo'shimcha bor. U ham nimaki, siz bu narsani oldingi o'tganingizda ma'nosidan ajratishni o'rgangansiz. Bitta eslatib o'raman o'sha ma'nosini. Ism deganda hamisha ma'nosi bor, lekin zamoni yo'q so'zlarni siz ism degansiz. Mana o'zbek tili, o'zbek ona tilidan mana mashta arab tili sal farq qiladi. O'zbek tilida ism so'zi, nom so'zi sal kichkinaroq arab tiliga qaraganda. Arab tilida sal kengroq. Ma'nosi bor va zamoni yo'q. Misol uchun sanoq sonlar ismga kiradi. Ma'nosi bor, zamoni yo'q. Misol uchun ammo noto'g'ri gapirdik, uzr. Misol uchun atoqli otlar, nomlar Muhammad, Ahmad, Said, Oysha, Xadicha, Halima oxirigacha misol uchun. Yoki misol uchun hayvonlarning, shaharlarning nomi, yoki misol uchun yana sifatlar, katta, kichkina, baland, semiz, qiltiriq, yana bularning hammasi ismga kiradi. Ma'nosi bor, lekin zamoni yo'q. Endi fe'l deganda nimani tushunamiz? Fe'l deganda ma'nosi va zamoni bor. Ma'nosi va zamoni bor. Arab tilidagi fe'llar asosiy sharti aynan mana shu hisoblanadi. Qaysi ma'noda? Nima degani? Fe'lda arab tilida hamisha yo o'tgan zamon, yo hozirgi zamon, yo buyruq zamoniga tegishli bo'lishi kerak. O'zbek tilida ish harakat ham fe'lga kirib ketadi. Arab tilida unaqa emas. Ish harakat arab tilida ismga kiradi. Yurish deysiz. Ma'nosi bormi? Bor, lekin qaysi zamonda ketyapti? Zamoni yo'q. Ana shuning uchun bu narsani siz arab tilida ism deysiz. O'zbek tilida bu fe'l edi. Arab tilida fe'l qisqaroq, ma'nosi bor va zamoni bor. Sharti shu. Endi keyingisi, 3-chisi harf. Harf deganda oldi qo'shimchalar, oldi ko'makchilar deysiz o'zbekchalar. Arab tilida buni ma'nosini ham, tarjimasini ham bilardingiz. O'zi xususiy ma'no anglatmagan, lekin boshqasiga anglatganni harf deysiz. Misol uchun bilan ma'no tushundingizmi? Yo'q. Muhammad bilan ana endi ma'no tushundingiz. Misol uchun ga ma'no bormi? Yo'q, ma'no yo'q. Xo'p, maktabga ana endi ma'no chiqdi. Demak, mana shu arab tilidagi ma'no jihatidan bo'lingan mana shu uchala so'z turkumlari. Endi bu bitta sizga yana bitta ifodali, yana bitta foydali narsa aytib ketyapti. Arab tilida 3 ga bo'linadi dedi va gap, jumlangiz bir nechta so'zdan iborat topadi, tashkil topadi. Qaytadan mana jumla yoki ibara yoki jumla, ikkalasi ham bitta ma'noda. Bu kalimalardan o'sha
paydo bo'ladi. Kalimalardan paydo bo'ladi. Endi buni ko'pligi, kalimani ko'pligi yoki kalima o'zi umumiy kalim deydi. Kalim degani gap degani. Bizning tilimizdagi gap degani kalim degani. Endi wahiduhu kalimatun. Uni bittasi kalima wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Lekin bitta eslatma bor. Gap sharti kalimalardan iborat totishi yoki topishi dedi. Lekin yana bitta narsa bor. Kalima so'zini tagida ko'p gaplarni ham nazarda tutishadi. Ko'p gapni ham nazarda tutishadi. Misol uchun shoir so'zini aytdi deymiz, misol uchun. Yoki misol uchun prezident so'zini aytdi deymiz. Prezident o'shanda bitta gap gapirgan bo'ladimi? Yo'q. Bir necha gap, misol uchun 5 minut, 10 minut gapirgan bo'lishligi mumkin. Lekin bitta so'z, bitta gapini aytdi deb, bitta so'zini so'zliydi yoki so'zini aytdi deb bitta so'z o'rnida ketamiz. Demak, bunaqa ma'noda ham kelib qolishi mumkin. Aynan shu joyga alohida ehtiyot bo'ling deb o'tib ketdi. Lekin bu u darajada bizning mavzuyimizga aloqasi bor narsamiz. Endi bitta orada eslatma qilib bervordi. Ana endi keyingisi. Sizda ismni, fe'lni, harfni ajratadigan nuqtalaringizni aytib o'tib ketuvdi, to'g'rimi? Ma'nosidan ajratasiz deb oldin hozir tushuntirgan edim. Arab tilidagi esa, arab tilida siz 5 ta ismni belgilari, fe'lni 5 ta belgilari va harfni alohida belgilari orqali ajratishni boshlaysiz endi. Faqat ma'nosiga emas, belgilar orqali ham ajratishni boshlaysiz. Bu sizga o'zidan ijobiy tarafini ko'rsatib yordam beradi. Sababi agar so'zning ma'nosini bilmay qolsangiz, bu taraflama aniq tushuna olasiz. Endi ismning birinchi belgisi bil jarri. Jarri degani harfi jar degani. Bilasiz, oldi ko'makchilar, qaratqich o'rniga keladigan qo'shimchalar. Dan, ga, bilan, kabi degan qo'shimchalar. Bularning hammasi arab tilida oldi ko'makchi hisoblanadi va bulardan keyingi so'z hamisha bilasiz kasra bilan, i bilan keladi. Lekin aynan mana shu qo'shimchalardan keyingi keladigan so'z ism hisoblanadi. Birinchisi jar. Ya'ni bundan keyingi keladigan so'z ism hisoblanadi. Ana endi ikkinchi belgisi tanvin. Tanvinni bilasiz. Tanvin ham hamisha ismni belgisi hisoblanadi. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Aynan an, in, un hech qachon fe'lga kirmaydi. Misol uchun yazhabun deyolmaysiz. Yazhaban deyolmaysiz. To'g'ri kelmaydi. Bu tanvin qo'shimchasi hamisha arab tilida ismga kiradi. Demak, ikkinchi belgisi bu tanvin ekan. Uchinchi belgisi bu al artikli. Al artiklini bilasizlar, ingliz tilidagi z qo'shimchasiga o'xshaydi, z qo'shimchasiga teng. Va bu ham albatta jinsi ko'p bo'lgan narsalarning orasida bittasini aniqlash uchun ishlatiladigan qo'shimcha. Ya'ni ko'p stullar turibdi, aynan bitta stulni nazarda tutyapsiz. Kursiy stulmida, misol uchun kursiylarning ichidan al kursiyni nazarda tutasiz. Qalamlar ko'p edi, bitta mana shu qo'limdagi qalamni al qalam deb gapirdingiz. Ana o'shanda demak, bu tanvin ikkinchisi. Ikkinchisi tanvin. Uchinchisi bu al artikli. Endi to'rtinchisi bu harfi nido. Harfi nido deganda, ya'ni chaqiruvchi ya qo'shimchasi. Bizning o'zbek tilidagi e qo'shimchasiga teng va arab tilida e qo'shimchasini turlari ko'p. Eng mashhuri ya, lekin bundan tashqari juda ham ko'p. Qaysi biri kelishidan qat'iy nazar, nido harfidan keyingi so'z ham hamisha ism hisoblanadi. Endi va oxirgi 5-chi belgi bu albatta harfi nidodan keyin shaxsga qaytadigan jumla yoki gap. Qaysi ma'noda? Buni arabchalab musnad va musnadun ilayh deyshadi. Buni keling men sizga sodda qilib tushuntirib beraman. Misol uchun Muhammadun mujtahidun. Muhammad tirishqoq. Tirishqoq gapi kimga qaytyapti? Muhammadgami? Ana mana shu Muhammad bu yerda nima bo'ladi? Ism bo'ladi, nom bo'ladi. Xo'p, yoki misol uchun fe'lda
Muhammadun yajtahidu yoki ya ijtahada Muhammadun. Muhammad tirishdi deysiz. Tirishish fe'li kimga ketyapti? Muhammadgami? Mana mana shu ketayotgan so'z demak ism hisoblanadi. Endi bu yerda Muhammad bo'lganda siz aniq tushunyapsiz. Misol uchun Muhammad o'rniga hada deb berib qo'ysamchi, doktor, tabib deb berib qo'ysamchi, kaslan deb berib qo'ysamchi, demak ana o'shanda siz bemalol anglab olasiz. Va bitta yana bitta eslatma, yana bitta qo'shimcha. Mana shu 5 ta narsa ismni belgilari. Daftaringizga yozib oling. Birinchisi harfi jardan keyingi so'z, ikkinchisi tanvin va uchinchisi al artikeli kirgan so'zlar, to'rtinchisi ya harfi nidodan keyin keladigan so'z, nido qo'shimchasidan keyin, chaqirish qo'shimchasidan keyin keladigan so'z va beshinchisi fe'lni yoki gapni qaysidir shaxsga yoki qaysidir narsaga bog'laganingizda bog'langan gap. Boya aytib o'tgandek, Muhammad tirishdi yoki Muhammad tirishqoq deganimda ikkalasida ham Muhammad so'ziga bog'laganim uchun Muhammad bitta ism bo'ldi, ega bo'ldi. Va aynan shuni ism deysiz. Endi bu yerda bitta eslatma, bitta qo'shimcha. Faqat ismda mana shu oldingizdagi kelayotgan so'zlarda, xohlagan so'zingizda mana shu 5 ta belgidan biri kirsa ham siz uni ism deya olasiz. Misol tariqasida nima degani? Misol tariqasida ko'rsatish olmoshlarini oling. Hada, hadihi, haulaini oling. Misol tariqasida al kira olaydimi? Yo'q, kira olmaydi. Tanvin kira olaydimi? Hazan deya olmaymanmi? Yo'q, deya olmayman. Lekin bu yerda ya qo'shimchasini bera olayman. Ya hada deya olmayman. Tushunsiz? Demak, bu 5 talovdan biri bo'lishi shart emas. 5 talovdan biri bo'lishi mumkin yoki birdaniga 2 ta 3 tasi kelishi mumkin. Bittada birdaniga 2 ta 3 tasi baravarga kelishi mumkin. Uni misol uchun menga farqi yo'q. Misol uchun boyagi Muhammadun mujtahidun. Mujtahid so'zi, tirishqoq so'zi Muhammadga qaytadi. Bu birinchi ismni belgisi bo'lsa, ikkinchisi Muhammaddagi tanvini. Demak, bu yerda 2 ta belgi kelyapti. Tushunsiz? Yoki ya Muhammad ijtahid, ya Muhammad tirish. Mana ya keldi. Keyin tirish so'zi keldi misol uchun. Tirish so'zi kimga bu ketyapti? Muhammadga ketyapti. Demak, bu ham ismni belgisi. Bu ismni belgisi edi. Endi keling keyingi fe'lni belgisini o'tamiz. Fe'lni belgisi o'ta oson, sodda. Qaysi fe'l bo'lishidan qat'iy nazar, bilasiz arab tilida fe'l bo'linadi, qaysi necha etapga bo'linadi. Qaysi fe'l bo'limiga bo'lishidan qat'iy nazar, uni farqi yo'q, ketaveradi bittada. Xo'p, misol uchun belgilarni, fe'l belgilarini o'taylik. Birinchisi ta'il fa'il. Ta'il fa'il deganda, ya'ni bajaruvchi shaxsni t'si. Bu o'tgan zamonda o'zi asosan qo'shiladi. Katabata, katabati, katabatu qo'shimchasi, ta, ti, tu qo'shimchasi. Bu aynan shaxsga, aynan qaysidir fe'lni bajargan shaxsga nisbatan aytiladi va bundan oldingi so'z hamisha fe'l bo'ladi. Ya'ni mana shu t kirishi fe'lni belgisi hisoblanadi. Bu birinchi belgi. Endi qaranglar bu yerda. Aynan shu t kirishi shart emas. Oldimdagi shu so'zimda, xohlagan so'zimda, misol uchun jalasa so'zi, o'tirdi-ya. Jalasaga shu belgini ko'rish shart emas. Kira olaydimi? Kira olsa bo'ldi hisob. Kira olmasa, u hisob emas. Endi undan keyingisi. Keyingi belgi misol tariqasida keyingisi ta'ut ta'nifus sakina deydi arabchalar. Ya'ni sukunli ta qo'shimchasi. Bu fe'lga qo'shiladi. Katabat degan t. Jenskiga qo'shiladigan t. Bu tayin marbutadan farqi bor. Tayin marbuta ismga kiradi. Bu fe'lga kiradi. Lekin mana shu t bilasiz hamisha fe'lga qo'shiladi. Demak, boyagi tayil fa'il qo'ya olsa yoki hozirgi men bitta qo'ya olsa, bu ham fe'lni belgisi hisoblanadi. Endi uchinchi belgisi. Uchinchi belgisi bu ya qo'shimchasi, ya al-fa'il. Bu albatta jenskiga qo'shiladigan fe'l. Misol uchun taktubina degan ya. Taktubina yoki uktubi degan ya qo'shimchasi. Mana shu ya bu ham albatta fe'lni belgisi hisoblanadi. Chunki bu belgi hech qachon ismga kirmaydi. Nafaqat bundan oldingilari ham. Oldingizdagi so'zga, xohlagan so'zingizga qo'shingda ovozi, tovushi tushadimi? Shunaqa gapira olayman. Gapira olmasam bo'ldi, bu fe'l ekan. Misol tariqasida yadhabuya
Yadhabuga ye qo'sha olamanmi? Tazhabina. Demak bu fe'l ekan. Qo'sha olmasachi, misol uchun thani ikkinchi edi-ya. Thani deb ayta olamanmi? Misol uchun thanina deya olamanmi? Yo'q, ayta olmayman. Yoki thanita deya olamanmi? Yo'q, tayil foil kirmaydi. Ana shuning uchun bu ham ismni belgisi emas, bu fe'lli belgisi va bu qo'shimcha faqat fe'lga kirsagina tushunasiz. Endi keyingi 3-belgi. Hop, 3-belgini aytdim, 4-belgi. 4-belgi nunu tavkid, ya'ni ta'kidlash nuni. Ta'kidlash nunini bilasiz, hozirgi zamonga va buyruq zamoniga kiradi. Uktubanna ikkalasiga ham kiradi va qaysi biri bo'lsa ham bu ham fe'lli qo'shimchasi, chunki ismga hech qachon kirmaydi. Demak, ko'rdingiz, ismni 5 ta belgisini ko'rdingiz, fe'lni 4 ta belgisini ko'rdingiz. Ana endi 3-si harf. Harf o'ta oson. Sonda. Agar ismni belgisi tushmasa, fe'lli belgisi tushmasa, bo'ldi, harf hisoblanadi. Tushunasiz? Oson sonda. Ismnikini tushiring, tushmasa fe'llikini tushiring, tushmasa ana unda u harf. Harfga men bittalab sanab berishim shart emas. Bu yog'iga miyangizda mantiqiy chiqib keladigan narsa. Va bundan oldingi boshdagi sharhda siz so'zni ma'nosiga qarab turib ajratishni bilasiz. Endi hozirgi mana bu sharhimda siz belgilariga qarab turib ajratishni o'rgandingiz. Keyingi darsimiz mozina fe'lli belgilari va fe'lli belgilardan keyin mabni va mu'rob faslarini batafsil o'tishga harakat qilamiz. Darsimiz yoqgan bo'lsa, keyingi lavhalarni kuzatguncha, ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.